Murod Xonto'rayev o'rniga yangi vitse-prezident tayinlandi. Bugun O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasida butun viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi rahbarlari va boshqa mutasaddilar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishning asosiy mavzusi O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasiga yangi vitse-prezident tayinlash bo'lgan. Yig'ilish ishtirokchilari bir qator nomzodlar orasida O'zbekiston yakkakurash olamining yorqin vakillaridan biri, 93 kg vazn toifasida VTKF chempioni, ko'plab yakkakurash turlarida ko'p karra O'zbekiston, Osiyo va jahon chempioni, xalqaro turnirlarning bir necha karra g'olibi, Buxorodagi Amir Temur klubi hamda ATF Championship Promotion asoschisi, ko'plab chempionlarning ustozi sanaluvchi Muzaffar Rajabovni bir ovozdan ushbu lavozimga munosib deb topdilar. Shu tariqa O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasida yangi vitse-prezident ish boshlaydigan bo'ldi. Shuningdek, Muzaffar Rajabov O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi hamda O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasi Buxoro viloyati bo'limi raisi lavozimida ham faoliyat olib boradi. Ta'kidlab o'tish joiz, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev 19-iyul kuni soat 11:30 larda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi 4R12 avtomobil yo'lining 68-kilometrida bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Lacetti hamda BMW X5 rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida BMW X5 rusumli avtomobil yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Natijada BMW X5 rusumli avtomobil haydovchisi 34 yoshli Murod Xonto'rayev voqea joyida vafot etgan. Bir necha kun oldin Baxti Tashkenskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayevning qizini uzatganligi haqidagi xabarlar paydo bo'ldi va shu bilan birga ayni paytda Rustamjon domla bilan tushgan rasmlari internet tarmoqlarida ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Baxti Tashkenskiyni vor toji kiyishiga yo'ldosh Ashur yordam qilgan. Marhum prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov Ichki ishlar vazirligiga mamlakatda avvalgidek shaklda uyushgan jinoyatchilik bo'lmasligi haqida aniq ko'rsatgandi. Shu tarzda davlat soyali iqtisodiyotni o'z nazorati ostiga oldi. Uning tasarruf etilishi imkonsiz deb topildi. O'zbekistonning asosiy jinoyatchisi vor zakoni Baxti Tashkenskiy nima bilan tanilgan? Jinoyat olamida Baxti Tashkenskiy nomi bilan tanilgan Qudratullayev Baxtiyor Zaparovich 1971-yil 14-oktyabrda Toshkentda tug'ilgan. Uning yoshligi haqida ma'lumot kam. Baxtiyor o'g'rilar yo'lini qanday boshlaganligi noma'lum, biroq yosh o'g'ri 1997-yil iyun oyida toj kiygan edi. O'sha paytda u 26 yoshda edi. Taqdir marosimi Toshkentda nufuzli advokatlar Tixelashvili Datiko, Dato Tashkenskiy, Aslan Usayan, Det Hasan va Ashurov Yo'ldosh Bo'stanlikskiy ishtirokida bo'lib o'tdi. Kichik jinoiy tajribaga qaramay Baxti Tashkenskiyga katta umidlar bog'langan edi. 90-yillarning oxiriga kelib O'zbekiston prezidenti Ichki ishlar vazirligi rahbariga mamlakatdagi barcha uyushgan jinoyatchilikni olib tashlash va yashirin iqtisodiyotdan xalos bo'lishni buyurdi. Bu borada yosh va shijoatli o'g'ri Qudratullayev o'sha paytda O'zbekistonda nazoratchi bo'lgan Yo'ldosh Bo'stonliq o'rnini egallashi kerak. Baxti Tashkenskiy birlashishi va mamlakatdagi barcha jinoyatlarga rahbarlik qilishi kerak edi. Qudratullayev vor zakon bo'lgan paytdan boshlab u tez omma e'tiboriga tushardi. U mashhur siyosatchilar va shou biznes yulduzlari davrasida bo'lishni yaxshi ko'rardi. U o'g'rilar konsepsiyasiga rioya qilishga harakat qilganiga qaramay, bunday xatti-harakatni haqiqiy qonun o'g'riga loyiq deb bo'lmaydi. Baxti Tashkenskiy uchun O'zbekiston hukumatı bilan to'qnashuv muvaffaqiyatsiz tugadi. Uning ustidan bulutlar quyuqlashgani sari u mamlakatni tark etib, o'g'rilar uchun mehmon do'st Moskvaga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Biroq u Rossiya poytaxtida uzoq vaqt turolmadi. 2008-yilda u huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olingan va vataniga deportatsiya qilingan. O'zbekistonda Baxti Tashkenskiy ustidan sud bo'lib o'tdi va giyohvandlik moddalarini saqlaganligi va sotgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozod qilinganidan keyin u O'zbekistonda jinoiy faoliyatni davom ettirdi. Bugungi kunda u mamlakatdagi eng nufuzli vor zakonlardan biri.
Shavkat Mirziyoyev Olimpiada g'oliblarini tabrikladi. Video selektor yig'ilishi chog'ida Prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston olimpiya terma jamoasining ikkinchi oltin medali to'g'risida xabar berildi. Davlat rahbari barcha hamyurtlarimizni va jamoamizga ikkinchi oltin medalni keltirgan og'ir atletikachi Akbar Jo'rayevni, shuningdek, avvalroq olimpiya chempioniga aylangan taekvondochi Ulug'bek Rashidov va bronza medali sohibi Davlat Bobonovni tabrikladi.